Assalamu aleyküm. Aziz aboneçilerim, ictimai tarmoq kuzatuvchilari. Ko'plariniz qiziq savol beribsizlar. Shuna javob berajakman hozir. Yo'q, o'rtoqlar. Gulları kam ko'rsatmaga qaradingiz. Tavuklara ovqatda stolovaya o'tib ketdingiz. Gullardan voz kechdingizmi debsizlar. Yo'q. Bular mening najotkorim. Mening go'zallarim bular. Bulardan hech qachon voz kechmayman shular bilan birgalikda. Bo'lgani meni bir aybim bor o'rtoqlar. Faqat bir yo'nalishda yurmayman. Shunchaki ayolman. Oshxonani ham boshqaraman, tovuqlar ham har xil tovuqlar boqaman, tashqariga gullar ekishga qiziqaman, ichkarida gul o'stirishga qiziqaman. Nima desam bo'ladi? Men go'zallik shaydosiman. Güzellik için her narsa qilaman. Pishiriqlar ham pishiraveraman. Gaping qisqasi, maqtanish emas, lekin universalman. Hamma ish qilmasam bo'lmaydi. Bir joyda o'tirib bilmayman. Hamma ish qilishim kerak. Yana bu qalanqo'yalarga qaranglar, qanday go'zal ochilib turibdi. Hech to'xtamay açıp turibdi canavar. Neleyin piyanosundaki on gününü mindiribdi. Güllere gap yok. Yine güller. Kofi daraxtı. Bu kofi daraxtı kimde bu? Her 2 günde su berip durunglar. Bulmasa bergini taşar eken. Yine ben hem havasını yer bulmaydı eken. Oşxanamda koyvedimdim yaxşı edi. Bir yere girerli bitti yaprak taşaya otur. Yine güller zor, güllere gap yok. Hammasi ajoyib. Bu Kamila gülüm ichkarida o'sib turgani. Sentyabr oyında 2 yil bo'ladi. Hozircha yaxshi, xudoga shukr. Apora o'rnini shuning turvani teshib ichiga to'r solib, shunday qilib o'rab qo'ydim. Qarang, tomiri kirarkan. Qarangni, teshigini kirgan tomir. Uçup giderken bana gülleri ko'rsataman. Güllerden voz kechib bo'lmaydi. Meni xaloskorlarim bilan yoz oyi sal ta'sir qilib turibdi. Yaqinda sayohatga ketganda bolalar archama yaxshi qaramabdi. 1-2 archam ishtabdi. O'ladi endi bular. Güllarim zo'r, gap yo'q. Qushlarim ham hammasi zo'r, Allohga shukr, zo'r. Gap yok. Bular qushchalarim meni. İki ara bezim qilaveribdilar. Ana. Bular ota-onalari. O'rtoqlar, hammasi yaxshi. Bir dona like, fikrlaringizni yozinglar. Men aybim universalman. Hamma narsaga qiziqaman. Hamma ishni qilmasam bo'lmaydi. Qilishga harakat etaman. O'zim yaramasam ham emeklab qilaman. Xudo xolasa qilmasam bo'lmaydi o'rtoqlar. Guldan voz kechish yo'q. Hamma gullarim ajoyib. Yine gap yo'q, gullarim zo'r. Gullarima gap yo'q. Yoz oyi sal o'rtan yotir bo'lgani. Bir oy endi xudo xolasa keyin zo'rib ketadi hammasi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bir dona like, obuna bo'linglar, fikrlaringizni yozinglar.